chiroyli tadbir qilish uchun konsert tashkillashtirgan holatda, ya'ni konsert shou dasturi orqali yutuqlarini olib ketishini, o'sha yerda o'ynalishini tadbirni uyushtiryapman. Va mana shu joyda mashinani haydab chiqib ketishdan oldin mashinani kalitini esa bizani san'atsevar xalqimizga shu chet el xonandasi ushbu kalitlarni topshiradi. Hozir men shu masalada aytmoqchiman, keyingi rolik albatta ko'rib menga yordam berishingizni so'rayman. Meni obunachilarim, meni do'stlarim, hamisha birga mana gaplashib yuradiganlarimiz, SMS-larda maslahatlashadiganlarimiz va menga murojaat qilib, meni o'ziga bir qanaqadir yaxshi inson shu deb yoki qiziqarli inson deb yoki shuni bilimlari yaxshi deb menga qiziqib, meni tomosha qiladiganlar, kuzatadiganlardan iltimos tiladan mana shu kommentariyada o'zinglarni fikringlarni bildirib menga yordam berishingizni so'rayman. Hozir shu masalada menda hozir 4 ta estrada xonandasidan, turk estrada xonandasidan 4 tasiga bir imkoniyati bor. Shulardan bittasini tanlashim kerak va qaysi birini tanlashni bilmayman, to'g'risini aytsam. Qaysi birini ko'proq ko'rishni xohlardinglar mana shu konsertda? Konsertga keladiganlar bor, kelmaydiganlar bor. Keladiganlar orasida demoqchiman. Nima deb o'ylaysizlar? Qaysi xonanda ushbu rozыгрышda, konsert shouda qatnashgan holatda o'zini qo'shiqlarini ham sizlarga taqdim qilgan holatda birgalashib, o'ynashib, kulib, o'sha nima deydi, tadbirda aynan shu Kia Sonet avtomobilini o'sha egasiga kim yutsa, bilmayman kim yutsa, o'sha egasiga topshirayotganda kalitini kim qaysi bir xonanda topshirishini xohlagan bo'lardingiz? Men hozir shu 4 ta versiyadan sizlarga rolikda qo'yaman. Keyingi roligimda sizlar uni albatta tanlab qaysi biri kelgani ma'qul, qaysi biriga ko'proq qiziqasizlar, yoki qaysi biri ko'proq sizlarga qo'shiqlari yoqadi, yoki qaysi biri kelsa yaxshiroq bo'lar edi, tadbirimiz chiroyli o'tadi degan fikrdasizlar. Mana shu masalada o'zingizlarning fikringizni kutib qolaman. Otini yozinglar. Mana men shunisiga ovoz beraman, men shunisiga ovoz beraman. Yoki otini yozib yonida plus qo'yib qo'ysanglar, kim ko'p plus yig'sa, kim mana shu aprosda ko'proq ovoz yig'sa, mana shu 2 kun ichida men yig'ib bo'lishim kerak. Iltimos, imkon qadar tezroq qo'yinglar, tezroq yozinglar. Mana shu 2 kun ichida aniqlashimga qaraganda, men ushbu san'atkor bilan shartnomamni tuzib olaman, chunki vaqtliroqdan tuzish kerak shartnomani, bo'lmasam keyin vaqtini hal qilib bo'lmaydi. Shuning uchun mana shu 2 kun menga vaqt berishdi, 4 tasidan bittasini tanlang deb. Hozir shuni tanlovda birgalashib sizlar bilan tanlasak, aprosimizni o'tkazib olsak, kimga ovoz berasizlar, kim ko'p ovoz yig'sa, aynan mana shu san'atkorni, mana shu yutuqli o'yin Kia Sonet yutug'i bor bo'lgan rozыгрышda chaqiramiz va aynan mana shu san'atkorning qo'lidan o'sha baxtli yutuq egasi, g'olibimiz qabul qilib oladi kalitlarini. Mana shunaqa maqsad niyatlarda harakat qilib o'tirgan yana bir ishim mana shu savol berayotganlarga ham javob, ham sizlardan mana shunaqa iltimosim, mana shu narsaga yordam berib olinglar menga degan ma'noda. Albatta ushbu tadbirda birgalashib ko'rishamiz. Mana o'sha yerda tepasida konsert tashkilotchisi, ushbu obuna bo'layotgan saytingizni boshqaruvchisi, ushbu o'yinni asosiy ham g'oyachisi, ham harakatchisi sifatida o'zim o'sha yerda bo'laman. Har biringlar bilan alohida albatta o'sha yerda diydor ko'rishamiz va birgalashib o'ynaymiz va eng zo'r madam 2 ta sho'x zo'r qo'shig'imni sizlarga o'sha yerda taqdim qilaman. Boshqa estrada xonandalarimiz ham kelgan holatda ularning ham qo'shiqlarini albatta eshitgan holatda birgalashib mazza qilib o'ynaymiz. Ungacha esa oldin masalani hal qilib olishimiz kerak. Qaysi san'atkorni tanlaymiz? Aprosda qatnashinglar. Plus minus qoldiringlar.